Assalomu alaykum, hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari. Muhtaram Prezidentimiz 17-iyuldagi kengaytirilgan yig'ilishida 3 yetakchi asosida mana bugun Tozaqon Milliy bank xizmatlari markazi mijozlari bilan uchrashuv tashkil qildik. Bu uchrashuvda mijozlar faoliyatida duch kelayotgan muammolar, takliflarni eshitib, yangi ishchi o'rinlar yaratish bo'yicha ularning fikr mulohazalarini birma-bir aytishlarini so'raymiz. Kimda qanaqa murojaat bo'lsa, bemalol murojaat qilishingizga tayyormiz, eshitamiz. Qanday muammo bor, taklif bor bo'lsa, aytingizlar, qo'limizdan kelgancha imkoniyat darajasida yordam qilamiz. Menda muammo bor. Qarshida xalqaro universitetida Masalasi yo'q. Sirtqi Sirtda o'qiysiz, sizga imtiyozli ta'lim kredit berilmaydi. Bank o'zini mablag'idan beriladi. 3 yil muddatga 22%, 4 yil muddatga, 5 yil muddatga 24% dan ajratiladi. 1 yilgacha? 1 yilligi yo'q, minimalni 3 yillik.